Xuddi tandir mazasini beradigan, xamirlari qasur-qusur duxovkada so'qoq somsa pishiramiz. Ismalog'i kilosi Chorsu bozorida 10 ming so'm ekan. Yaxshilab yuvib olamiz. Xamir uchun un, tuz, suv hamda o'simlik yog'i. O'rta yumshoqlikda xamir qoramiz va 20 daqiqa tindiramiz. Ungacha esa ismaloq, ko'k piyozni to'g'rab oldim. Xohishga ko'ra boshqa ko'katlardan solsangiz ham bo'ladi. Tuz, ravorlar hamda qaynoqini o'simlik yog'i yaxshilab aralashtiramiz. Tingan xamirdan 70-80 grammdan zuvalachalar yasab olamiz. Biroz tindirib, yupqa dumaloq qilib yoyamiz. Ichiga ko'pgina qiymadan solamiz va xuddi shu ko'rinishda tugib olamiz. Duxovka listiga terib, ustiga suv suramiz va duxovkaga pishish uchun yuboramiz. Somsa pishgunicha foydali ma'lumot. Kir mashinada sinfon yostiqlarni to'g'ri yuvishni o'rganamiz. Yostiq oppoqqina toza bo'lishi uchun, bakteriyalardan xalos bo'lishi uchun va sariq dog'lari ketishi uchun bizga bavi kislorodniy очиститель kerak. 4 osh qoshiq bavi poroshogidan solamiz va 60 gradusda yuvamiz. Yostig'ingiz yangidek oppoqqina bo'ladi. Mana somsalar chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Ustiga issiqlikda o'simlik yog'i suramiz va dasturxonga tortamiz. Video yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like.